Misali jud, saxiylik, baxillik, jubun qo'rqoqlik, jur'at, qo'rqmaslik, takabburlik, kattalik, o'zini pasarishlik, iffatu, poklik, isrof qilish, taqdir, qismchilik qilishlik va g'ayriha va bundan boshqa ham ahvol qalb taraflar barlig'ini shularni bilishlik zarurdir. Ana ba'zi albatta bu kibrlik, o'zini katta qilish, baxilchilik, qo'rqoqlik, isrof qilish ular harom amallardan. Ana bunday harom va uning qarshisidagi ilmlarni bilishligan. Bas farzdir har bir insonga bularni ilmi bilmayligi. Haqiqat jazlar Sayyid Ulug' Imom Shahid Nosiruddin Abul Qosim axloq jonida bir kitobda. Va qanday yaxshidir uni jazon kitobi. Va bas vojibdir har bir musulmonga shu kitobni jattamoqligi. Ammo jattashlik omil ilmlardagi voqea bo'ladi ular ba'zi vaqtlarda ba'zi ol farz bo'lib kifoya jo'lanadi. إذا قام به البعض في البلدة سقط عن الباقي. Agar qoyim bo'lsa shu ilmlarga ba'zi odamlar bir shaharda shu ilmni o'rgansa, boshqalardan soqit bo'ladi. فإن لم يكن في بلدة من يقوم به اشتركوا جميعا في الماء. Agar bo'lsa o'sha shaharda o'sha ilmni bayağı farz kifoya bo'lgan ilmni o'zi qoyim qilib o'shani jattay turgan odam bo'lsa, sherik bo'lish shaharning elining hammasi gunohdir. Hammasi gunohdir. فيجب على الإمام أن يأمرهم بذلك. Bas vojib bo'ladi imom va podshohga buyurmoqlik bo'lardi shu ishga. ويجبر أهل البلدة على ذلك. Va majbur qiladi shaharning elini o'sha ilmni o'rganishga. فيقول أن علم ما يقع على نفسه في جميع الأحوال بمنزلة الطعام. Aytildi, albatta bir ilmiki voqi bo'ladi bir nafsga fi jamil ahvol hamma holatlarda. Ya'ni doimo voqi bo'lib turadigan ishlar bo'lsa, bu xuddi taomning o'rnida turadi. Ovqatga o'xshashdir. La budda likulli vahidin min zalika, bu lozimdir har bir odamga. Ya'ni ovqatni har bir odam o'zi yeyishi kerak. Shu o'xshash boyagi farz ayn narsalar ham har bir odamga lozim. وعلم ما يقع في بعض الأحوالين بمنزلة الدواء. Lekin ba'zi vaqtlarda voqi bo'la turgan ilmlar xuddi dariga o'xshashdir. في بعض bu dariga muhtoj bo'linadi ba'zi vaqtda. Shu o'rg'andagini dari joylatadi. Boyagi kifoya farz kifoyalar ham shu kerak bo'lgan vaqtda ishlatiladi. وعلم النجوم بمنزلة المرض. Va ilmi nujum jildiz ilmlarini öğrenişlik bu ilmi bir manzilatil maraz, bir o'ruga o'xshash. وتعليمه حرام. Onu ta'lim olish haromdir. لأنه يضر ولا ينفع. Chunki bu ilm zarari bor, foydasi yo'q. والحرب قضاء الله تعالى وقدره وغير ممكن. Va qochishlik Alloh taolaning qazoyi qadaridan, taqdiridan mumkin emas. Ilmi nujum o'qiganda misali mana hozir ham gap bo'lyapti, 11-sida falanday bo'ladi, kun o'sib ketadi, kuyib qoladi. O Allohning qazo qadaridan qochib qutulishlikning imkoni yo'q. Alloh taolo nima taqdir qilgan bo'lsa, shu bo'laveradi. وينبغي لكل مسلم أن يشتغل في جميع أوقاته بذكر الله تعالى ودعائه وتضرع قراءة القرآن. Bas lozim bo'ladi har bir musulmonga mashg'ul bo'lmoqligi, hamma vaqtlarida Alloh taolaning zikriga mashg'ul bo'lsin, duo qilishlikqa mashg'ul bo'lsin
jalvarishlikqa mashg'ul bo'lsin, Qur'on o'qimoqqa mashg'ul bo'lsin, sadaqa qilishga mashg'ul bo'lsin. Va yasallallohu ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah va mashg'ul bo'lsin turamalikqa Alloh taoladan avf kechishligini, tinchlikni bu dunyoda va oxiratda. Aliyasonahullohu ta'ala anil bala'i wal afati. Saqtamoqligi uchun Alloh taolo ol odamni balolardan, ofatlardan. Inna min rizqi du'ai yo marad man rizqi du'a lam yahrumuni ijaba. Albatta kimga rizq berilgan bo'lsa duo qilish. Ya'ni o duo qilishda Alloh taolo o'g'a bergan bo'lsa, o odam duosining qabul bo'lishligidan mahrum bo'lmaydi, qo'rqadi. Va in kana al-bala'u muqaddiran yasbahu la mahala. Bas agar balo taqdir qilingan bo'lsa bir odamga shu baloning tegishligi, o jetet ol balo ol odamga, uning qutulishining iloji yo'q. Lakin yasirullohu alayhi va yarzuquhu sabran bi barakati du'ai. Allohumma. Lekin jengil qilat Alloh taolo va rizq qilat o'g'il sabr qilmoqlikda o'sha duosining barakati bilan. Yana o'sha duo qilavergan bilan Alloh taolo baloni taqdir qilgan bo'lsa, u balo jetet deydi. Lekin o'sha duosining sababidan o'g'il jengil bo'ladi, o'g'il sabr qila turgan bo'ladi. Allohumma ey Parvardigor, shu narsani bizga nasib qilgin. Illa idza ta'alla min an-nujumi qadara ma ya'rifu bihi al-qibla wa awqati salati fa yajuzu dhalika wa agar ta'lim olsa ilmi nujumdan miqdoriki bila turgan bo'lsa qiblani tavaturgan namozning vaqtlarini bila turganchalik va yildiz qachon botar, kun qachon chiqar, o'shalarning vaqtini bilish uchun shuni miqdoricha o'rganishligi joiz, durust. Va ma'lum ta'allum ilmi tibbi. Ammo ilmi tib, meditsina ilmini o'rganish joiz, durust. Li'annahu sababun min al-asbabi. Chunki bu tib tabobatchilik ham o'sha sabablardan biridir. Fa yajuzu ta'allumuhu ka sa'iril asbabi. Bas joizdir bu ilmni ta'lim olishlik boshqa sabablarga o'xshash. Faqat tadabal Nabi alayhi salatu vassalam. Haqiqatda mana darilangandirlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz ham ana shu darilanganlardir. فقد حكى عن الشافعي رحمة الله عليه أنه قال فيقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه البته aytdilarki العلم علمان ilm ikki xil bo'ladi. علم الفقه للأديان وعلم الطب للأبدان. ilmi fiqh bo'ladi dedi. Bu din uchun. Din uchun ilmi fiqh kerak. Va ilmi tibb bor bu badan uchun, salomat uchun. فما براء ذلك بلغة مجلس. Bundan başqa ilmlər bir məclisin körkü xalasıdır. Amma tafsirul ilmi فهو صفة تجلي بها لما قامت هي به المذكور. Amma ilmin tafsiri, ilmin mənası nə? Bu ilm degəni bir sifatdır. Yetəcəllər ravşan bo'ladi o'sha sifat bilan bir adamki qoyim bo'lsa o'sha ilm o'sha odamga. Kimga ilm o'sha odamga o'tirgan bo'lsa, ilm bilan o'sha sifat bilan u odam ravshan bo'ladi, jarq bo'ladi. Kama huwa wal fiqhu ma'rufatun daqa'iqul ilm. Fiqh degani nima? Fiqh bu ilmning eng nazik narsalarini, eng qiyin joylarini bilishlik fiqh deyilgan. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. Aytlar İmam Azam rahmetullahi alayhi fiqh degani bilmeyliktir özünün nafsini bilen. Mo'laha nima narsa o nafsiga foyda beradi, nima narsa ziyon qiladi. Shuni bilishlikni fiqh deydi. Va qala madil halalil amal illa li amali bihi va amalu bihi tarkul ajili. Aytdilarki ilm bo'lmaydi, magar ilmni amal qilish uchun bo'ladi. Ana ilmni olish bo'lmaydi. Nima? Faqat olganda o'shaga amal qilish uchun o'qilar ekanda. Ilmni o'qigandan keyin amal qilish kerak.
va amal qilish degani val amalu bihi tarkul ojili bil ojili. O'sha ilmiga amal qilishlik nima? Naqdni nasiya uchun tark qilish. Ya'ni naqdi bu dunyo, nasiyasi o dunyo. Ana oxirat uchun bu dunyoni tark qilish ekan. فينبغي للإنسان أن لا يغفل عن نفسه. Bas lozimdir insonga g'ofil qolmasligi o'z nafsidan. وما ينفعها. Nima narsa o'z nafsiga foyda beradi? يزورها في أغاليها وأخراها. Nima narsa zarar beradi nafsiga bu dunyoda va oxiratda. ويستجلب ما ينفعها. Bas astajlibu o'ziga qarsin nima foyda beradi turgan bo'lsa, ويجتنب ما يضرها. va saqtansin o'ziga ziyon beradi turgan narsa. يكون عقله وعلمه حجة عليه فيزداد عقوبة. نعوذ بالله من السخط. Shuni bilish kerak. To'yki bol bo'lsin o'zining aqli, o'zining ilmi hujjat bol bo'lsin o'zining jiyaniga. Yana birovning aqli bo'lib turib, ilmi bo'lib turib, bilib turib, erta qiyomat kuni men bilmabdim deyarlaydi ekanda. Aqli bo'lib turib men tushunmabdim deyarlaydi ekan. Shuning uchun u o'ziga ziyon bo'ladi, erta guvoh bo'ladi aqli bilan ilmi. Ba'zi ziyoda bo'ladi onda uning azobi. Alloh saqlasin. Min saqatihi Allohning azobi uqubatidan. وقدور Qad ورد في مناقب العلم وفضائله آيات وأخبار صحيحة مشهورة لم نشتغل بذكرها كي لا يطول الكتاب. Haqiqatda kelgandir ilmning ta'rifi yönünde, ilmning fazilatlari yönünde oyatlar, xabarlar, hadislar kelgan. Biz mashg'ul bo'ldik, ularning barlig'ini zikr qilib o'tirishga kitobimizning uzarib ketmasligi uchun. Alloh a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. المسلمين والمسلمات الأحياء ومنزل البركات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. الله أكبر. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا ففتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا فكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد وسلم. يا أرحم الراحمين.